Bizni hozir oddiy eng oson bo'lgan ikkita usulni ko'ramiz. Birinchisi kompyuter robot storidagi kompyuter yorligidan o'ng tugmani bosimimizdagi svойства bo'limiga o'tamiz. Bu yerda bizni kompyuter qanaqa protsessori qanaqa kompaniyaga tegishli ekanligini ko'rib olishimiz mumkin. Mana bu hozir kompyuterda protsessorimiz Atom Ryzen 7 Pro 58 yillik protsessori qo'yilgan ekan. Demak, bu kompyuterimizning protsessori, demak, Atom Ryzen kompaniyasiga tegishli ekan. Ikkinchi usulimiz bor, oddiygina. Biz o'sha robot ustolidan oddiygina Ctrl, Shift hamda Esc tugmalarini ikkalasini birgalikda bosganimizda bizning kompyuterimizdagi dispetcher zadosh bo'limi ochiladi yoki buni biz oddiygina minus ustidan tugmani bosib chiqqanchani dispetcher zadosh bo'limidan ham kirib ketishimiz mumkin. Xo'p, biz bu dispetcher zadosh bo'limini ochib olgandan so'ng ko'rib turganingizdek biz bu bo'limga o'tadigan bo'lsak, bizning kompyuterimizni qisqacha ma'lumotlar kelib chiqadi. Bu yerda aynan qanday grafik kartasi, video kartasi, pamyati va hokazo hamda uning protsessori haqida ham yetarlicha ma'lumot keltirilgan. Ya'ni aynan bunda ham Atom Ryzen 7 Pro protsessori qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Xuddi boshqa kompyuterlarda ham yoki o'zingiz noutbugingizda ham xuddi shu usulni sinab ko'ring. Sizda bu aynan Atom Ryzen kompaniyasining emas, balki Intelning Core i3 yoki Core i5 avloddagi protsessorlari qo'yilgan bo'lishi mumkin.